driven, reefer, flatbed qaysi birida driver ishlab ko'proq pul topadi? Aslida bu uchalasi ham 3 xil treyler, uchalasida degani 3 xil daromad topadi albatta. Ko'pchilik lekin noto'g'risini tanlaydi. Mana birinchisini oladigan bo'lsak, driven. Milliga o'rtacha hozir kecha kunduzda $3 dan to'lanadi. Lekin juda ham ko'p yuk. Har doim ish topasiz. Qayerda qolib ketish yo'q. Bu yerda esa eng afzal tarafi strapping yo'q, jismoniy mehnat yo'q, bosh og'riq yo'q, любойga kirib chiqish oson. Ikkinchisi esa reefer. Milliga hozir kunda $4 dan $5 gacha ba'zan ko'proq ham bo'ladi. Lekin afzalligi yuk juda ham barqaror. Odamlar chunki doim narsa yeydi, ichadi, shu uchun ham reefer to'xtovsiz ishlaydi. Uchinchisiga keladigan bo'lsak, flatbed. Bozorda narxi juda ham yuqori. Kami $4, $5 dan boshlanadi. Joyi kelganda $10, undan ham ko'proq holatlar bo'ladi grosslarimizda. Lekin birinchi riskini qarang, hayotingizni riskka qo'yasiz. Yuk og'ir, kirib chiqishlar qiyin, nertrovka, strapping qilasiz, zanjirlar bilan ishlaysiz. Shuni oqibatida sizga kattaroq pul to'lashadi. Hurmatli shofyor akalarimiz, siz qaysi birida ishlayapsiz yoki qaysi birida ishlagan bo'lardingiz? Kommentariyada yozib qoldiring.